Yangi pattas. Assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Здравствуйте, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Здравствуйте. Charchamayapsizlarmi? Bezovta qilmadikmi sizlarni? Bir do'konni sizlarni nima deydi? Sayr aylab ketaylik deb bir keluvdik yigitlar bilan. Mana shu do'kon yigitlar. Mana shu do'konning ismi Barber Store. Shu do'konda original hamma kerakli mahsulotlar bor. Originallar hammasi, dilerskiy bu yerda. Sekin bularni har bittasini bittadan tushuntirib beraman. Bittadan har bittasini yoritib beraman. O'zingiz uchun kerakli informatsiyani olasizlar, xudo xolisa. Xo'p, nimadan boshlaymiz degan savol tug'iladi. Qaychida qanaqa qaychilar bor? Bu yoqda, xo'sh. Qaychilarimiz Jaguar. Yangi Kepa qaychilarimiz bor. Olive Garden'dan mana bunaqa kombolar chiqqan. Gardenni o'zi qani ko'rinadigan anaqasi? Mana shu ichidami? Ha, ichida. Ko'rinmaydimi bu hozir? Ko'rsatadi. Bo'ladimi? Bularni bilaman. Bular yaxshi qaychilar. Meni qo'limga tushmaydi bular, kichkina razmer ekan. Ichida ikkita qaychisi, lattasi hamda moyi chiqadi. Olish ham qiyin ekan. Xo'p, metali professional. Metali xo'sh, C75 ekan. Oho. Professionalniy metalli sanaqasi bo'ladi, sorti bo'ladi. C44, C4 bo'ladi. Bularniki 75. Bu metali qimmat, metali juda ham sifatli metallardan hisoblanadi. Narxi nechi pul buni? Hozir kombomizning narxi 1.170 ming. Bittasiniki yo parami? Ikkalasi paraniki. Shunday qilib chiqil bilan hammasi bilan 1.170 ming bo'ladi. Buni ko'proq srezga emas, mana bunga yaxshi tushadi. Archa qilib ishlashga yaxshi tushadi, mana bunaqa qilib ishlashga zo'r tushadi. Mana bunga ozgina kaltalik qiladi. Qo'linglarning razmeri bormi kattaroq? Kattaroq bizda одиночный bittalik bor, 7 razmerli. Oching buni ham bitta ko'rishimiz kerak. Ham yaxshi qaychi ekan. Mana bitta anaqasi ham bor ekan, temir to'g'rilaydigan. Ularni ko'rib chiqamiz, yaxshi. C75 ekan. Qo'lay. Bismillah, mana qo'yib ko'raylik. Mana bu ham chiroyli ekan. Pichog'i yaxshi. Keyin qaychi tanlayotganda bitta narsaga ahamiyat beringlar. Pichog'i agar mana bunaqasi silliq bo'lsa, bunaqasiga silliq bo'lsa, slicing qilishinglar oson bo'ladi, zo'r bo'ladi. Silliqligida mana bu orqasi to'ntoqligi bor-ku, qalin bo'lish kerak emas. Agar qalin bo'lsa, slicing qila olmaysizlar. Qalin bo'lsa, slicingning izi tushib qoladi. O'shaning uchun bu qalin bu bunchalik, mana shu normalniy. Mana pichog'i ham silliq. Bir xil qaychilarni ko'rgan bo'lsangiz, bundoqda keyin qirrali bundoq ketgan. Unda slicing qilib bo'lmaydi. U to'chichniy qaychilarda ko'proq bo'ladi. Mana bu qani? Mana bu to'chichniy qaychi. Mana uchini ko'rasizlarmi? Yaltilayapti mana bu. Shu yerda o'sha qayrilganda bunda qila olmaysizlar. Mana bunda slicing yaxshi chiqadi. Zo'r qaychi bu ham. Gap yo'q. Buni narxi nechi pul endi, taqsir? Xo'p, mana buni ham tanishtirib olinglar, hozir ko'rib olinglar. Buniki C70 ekan, buniki ham zo'r, yaxshi. Mana ko'ringlar. Rahmat. Qiziqqanlar o'zingizlar anaqa qilasizlar. Endi men sizlarga o'zim yoritadigan narsalarim bu yerda bitta narsani aytay. Sheverni mana mashinkalari, anaqalari bor ekan. Sheverlarni hammasini anaqasi bor. Liboy sheverni olsanglar, uzoq borsa 1 yilga chidaydi anaqasi. Setkasi. Nimaga desa, setkasini usti yemirilib boradi. Soqoldan yemirilib bormaydi-ku. Ichkaridan tishi bor-ku, yemirib boradi. Lezvasi yemirib borganning hisobiga bu anaqa yuqalashib borgan sari terini ham keyin anaqa qiladigan bo'ladi. Dermoq qatlami bo'ladi, terini dermoq qatlamini yemirib boradi. O'shaning uchun uzog'i 1 yilda imkon agar yangi setkasini olishga harakat qilinglar. Mana menda misol uchun biblis anaqasi bor, mana bunaqadan zapasga tashab qo'yaman. Yoki ikkita biblis qilib qo'yganman, ikkita 3 ta shever qilib qo'yganman. Galma-galdan ishlatganimizda 2-3 yilga yetadi. O'shaning uchun sheverga mana bunaqa narsaga juda ham anaqa e'tiborli bo'linglar, olib yuringlar. Kerakli, juda ham kerakli narsa bo'ladi. Xo'p, endi shuni yana tushuntiray. Xo'p. Mana bu skeletka bo'ladi. Skeletkani original ekan. Bu Euro style deyiladi. Bu taronoti. Euro style nimasi bilan yaxshi?
ukladka qilayotganda klassik ukladkani, keyin kichkina anaqa o'lchamli sochlarni sindirishga juda qulay. Lekin meni o'zimga yana bitta maslahatim, qora ranglini olmanglar. Qora emas, och seri yoki ko'klar olsanglar, sochni sindirayotganinglarni rangi ko'rinadi. Shu narsa-ku. Bu uzunroq sochlar bor-ku, uzun, menikiga o'xshagan sochlar uzun. Shunda zo'r bo'ladi bu qora ranglar. Kalta sochlarda o baraka toping. Kalta sochlarda anaqa, maylimi, kurtkamni yechib qo'yib tushuntirsam. Keyin originali buni kam bo'ladi, topishinglar qiyin bo'ladi. O'rizorda tiqilib yotibdi, lekin original emas. Bozorda ko'p original emas. Bemalol tushuntiramiz, hali gapimiz ko'p. Xo'p, mana bu narsa nima ekan? O yengili. Hop, bu adashmasa. Nimaga? Qarashni tozalash uchun. Ha, bo'ldi. Ani birashni ukladka qilamiz, bardak ukladka. Ishiramiz, o'shaning ichi uzun sochga to'ladi. Bizda ishlatilmaydi. Qizlarnikida mana bunaqa kattasi bor, dumalog'i bor. Qani bu yerda yo'q ekan. Mana bunaqa narsani, mana shuni kattalarini, mana shunaqalarni ichiga uzun sochli to'lib qoladi. O'shalarning ichini tozalashga kerak bo'ladigan narsa. Bu kaltasini ham tozalayotgan, jungli anaqasini. Juda kerakli narsa bo'ladi bu narsa. Bu narsa olib qo'yishni maslahat beraman. Lekin ko'proq uzun soch bilan ishlaydiganlarda bo'ladigan narsalardan bittasi bu. Kerakli assortiment ko'payib ketibdi-ku. Baraka topinglar. Mana uni anaqa vahiltaroq deyiladi. Buning ham ancha anaqasi bor. Bu mana ko'rasizlar, raznotsvetniy. Nimaga har xil rang? Qora rangli taroni kamdan kam ishlatinglar kalta sochga. Qora rangli taro sochni ko'rmaysizlar, qancha kesayotganinglarni. Bu yerda rang-barangda hammani ko'zi har xil anaqa qiladi-yu. Ana qilib qo'ysa, o'sha har xil assortiment bilan o'sha sochni uzunligini kesayotganini ham his qilasizlar. Xo'p, kerakli yana narsalardan bizaga asosan vilka taroni bilasizlar. Vilka taro qachon ildizini ishira olmasanglar, ildizini ko'tara olmasanglar, kerak bo'ladigan tarolardan bittasi. Bu ukladka qilishni ko'proq qiladigan 90% unaqa sartaroshga kerak narsa. Hamma sartarosh 90% ga kerak bo'ladigan narsa bo'ladi. O'sha ob'yomini ko'tarishga, uchini mayda chochlarni tozalab olishga, to'g'irlab olish, chistotaga ishlab olishga juda kerak bo'ladigan taro. Shu vilka tarafi bilan ishlatasizlar. Bitta shundan olib qo'yinglar, bizaniki tugab qoldi. Taqsir shuni anaqa qilaylik. E'tiborga olib qo'yasiz. Xo'p, keyingisi. Bunisi nima ekan? Bu nima ekan? Ha, taro ekanmi? Taro, temirli. O. Bibliski o. Oho. Yaxshi ekan. Lekin men temir tarodan charchaganman-da. 10 yil ishlatganman-da. 10 yil, lekin buni Udobnimi ustoz? ha, bu udobli. Anaqasi korpusi juda udobli ekan, yaxshi ekan. Buni lekin qaychini uzun soch bilan ishlaganda maslahat beraman. Kalta soch bilan ishlamanglar. Qaychilarni tub bo'ylashtiradi. Taro, temir taro zo'r, anaqasi korpusi juda ham original ishlangan ekan, cho'tki ishlangan ekan. Lekin uzun soch qilasizlar-yu, graduslarga olasizlar, boshqa qilasizlar. O'sha payt ishlatiladigan taro bo'ladi. Uzun sochga zo'r taro. Lekin kalta soch, biz ishlaydigan texnika bor, tikka sochiq, tekis qaychi bilan ishlaydigan yoki filerovka qilasizlarmi? Tegib ketsa tig'i temirga yomon bo'ladi. Nimaga plastmas ko'p ishlataman? O'sha tegib ketsa ham nima qilmaydi? Tub o'ylashmaydi-da. Bunda tig'iga tegib ketsa bo'ldi, tig'i ketib qoladi. O'shaning uchun uzun soch ishlayotganda kerak bo'ladigan taro. Mana shuni ham olib qo'yishimiz kerak. Nech pul ekan bu o'zi? Yaxshi ekan. 65 ming. Yana bitta olamiz keyinchalik. Qani buni qayerda turadi? Nima bu bunaqa? Men yirtganim yo'q shekilli. Hop, endi keyingisi nima qiziqtiryapti sizlarni yana? Bitta ko'rib oling yana. Ha, mana. Mana bu feyt taro. Feyt taro nimaga aytiladi? O'sha o'tgan safar ko'rsatganimda olobulasini to'g'irlashga. Lekin men buni oqini ishlataman. Buning yaxshi tarafi menikidan ingichkalik ekan, ingichkaroq menikidan. Shunisi yaxshiroq ekan. Ha. Qancha ingichka bo'lsa, shuncha pastroqni olobulasini to'g'irlab beradi. Xo'p, endi Ichida yo'qmi? yo'q ekan. Hop, bu yoqda. Endi klientinglarga bitta narsani aniq qilaman, maslahat beraman. Ko'p klientlar qidiradigan mahsulotlardan bittasi mana shu mahsulotlar bo'ladi.
Men juda ko'p klientlarni shu yerdan olib o'zligi olib berganman. Ko'pchiligiga o'zim shu tushuntirib yuborganman. Shu do'konda asosan ko'p kerak bo'ladigan narsa mana shu bo'ladi. Bu nima? Desa, bu burunni tozalaydigan mashinkalar bo'ladi. Burun tozalaydigan. Endi buni ishlatish tartib qoidasini klientinglarga tushuntirayotganinglarda aytinglarki, ichigacha tiqib tozalamang. Faqat uzun chiqib qolayotgan, antenna chiqib kelayotgan, g'ashingizga tegayotganlarni tozalang. Mana shu ko'proq klientlar ishlatadi bu narsani. Mana shu narsa ko'p ketadi. Nimaga? Ko'pchilikning shu burnining tukli o'sib ketadi. Mana shu o'sib ketganda ichigacha chiqmasdan faqat ustini o'zini oldirishni maslahat beringlar. Buni nimaga aytayotganim? Buni ko'pi tez biziladi. Menda haligacha bizilmagan, olganimga yolg'on bo'lmasa 4 yil bo'ldi. Men buni ishlatyapman. Tiq ketgani yo'q. Men buni ham ishlatganman. Keyin shogirdlarim sekin tinchitib yuborishgan buni. Ana o'zga sayyoraga chiqib ketib qolgan. Men eson-omon turibdi, xudo xolisa ishlatyapman. Tiq ketmagan 4 yil. Uzoqqa chidab beradi, lekin arzon emas. Nech pul bu? 325 ming ekan. Shu. Ana men ham shunaqa ekanda. Yangicha varianti ekan bu. Buni yana yaxshi taraflari mana ko'rayotgan bo'lsanglar, quloqga tozalaydigan, anaqa qiladigan nasatkalari ham bor, quloq qiladigan tishlari ham bor. Keyin bu do'konda yana bitta narsa bo'ladi. Hammanglarda ertaga professional instrument olganinglardan keyin professional instrumentni original zapchasini topa olmaysizlar. O'rizorda yoki bozorda ham bo'ladi. No, arzon varianti bo'ladi. Original varianti deyarli bo'lmaydi. Original varianti bozorga uncha chiqmaydi, kam bo'ladi. Original varianti bularda nimaga bo'ladi deyishimiz sababi, original tovarlar bu yerda ofitsialniy dilerskiy bo'lib ishlashadi. Ofitsialniy dilerskiy bo'lib ishlagan hisobiga, u zavoddan olishgan hisobiga, zavodda o'zining zapchasini ham qo'shib originalni olishadi. O'shaning uchun mana bunaqa original zapchaslarni bu yerda Levoyni topasizlar. Mana Seniorniki bormi, Magicniki bormi, Detailerniki bormi, mana hammasiniki bor. Ichi-chavog'ini almashtirib olasizlar-da, bemalol ishlatib bo'lasizlar. O'shaning uchun hamma kerakli. Men Germaniyaga borganman, shu do'kon anaqasi bilan Stuttgart degan shahriga Moser mashinkasini, Wahel mashinkasi sotib olgan. Wahel mashinkasi. De hamkorlikda bundan ham kerakli informatsiyani bundan ikkalasini bitta qilib ham mashinkalar chiqarishgan. Uni ham ko'rsataman hozir. Aytmoqchimanki, zapchaslarni hammasini ko'rib chiqqanmiz, qanaqa yasalayotganini ham ko'rib chiqqanmiz. Har bitta detalni qanchalik original material bilan chiqayotganini ko'rganmiz. O'shaning uchun maslahat beraman, original anaqasini, zapchasini olaman desanglar, mana shu yerda hammasi kerakligi bor. Ertaga o'zingiz uchun bilib qo'yinglar. Menimcha dastavkaga ham bor, a? Ha, dastavkaga ham bor. O eng ana muammolardan yana bittasi, ko'pchiligi hali o'zingizlar bilan nasatkanglarni yo'qotib qo'yasizlar, feninglarnikini. Men o'sha yo'qotdim, mana o'sha boshqasini qidirib yurdim. Sal ingichkarog'ini topishim kerak ekan. Ingichkasi yo'q ekan menga kerakli. Nasatka ham, zapchaslari ham bor ekan bu yerda. Bu ana cho'tka tozalaydigan. Hamda to'piklarni qopqog'i ham bor ekan. Mana to'pikim bor, lekin qopqog'ini uchini yo'qotib qo'ydim. Mana shuni olishim kerak. Ha, hozir olaman. Buningiz nechi pul? To'pik. Shuni olamiz. Tashlab qo'ydik. Kerak bo'ladi. Xo'p, kerakli zapchaslardan yana nima bor ekan? U motorli. Ha, rahmat. Baraka toping. Senior mashinkalarni motorlari tez o'tirib qoladi. O'shaning uchun mana bunaqa motorlarni ko'p olinglar. Qidirib topib qo'yinglar, o'zingiz uchun kerakli. Zubachskiy knopkalarigacha bor ekan. Voy, u hamma zapchasi yig'ib qo'yibsizlar. Voy. Shu yerda o'zi mashinka yasab ketsa bo'lar ekanda. Gap yo'q. Mana nima ekan endi? Mana buniki bo'ladi. Voy, mana shuni topolmay qiynaldim. Mana shuni ham olib ketar ekanmiz, qarochi. Mana buni anaqasi bo'ladi. Bu Prarasso firmaniki. Prarasso brendiviy firma hisoblanadi. Bu losyon. Soqolga, yuzga, keyin ayniqsa ko'proq ishlatadiganimiz lezvada bo'yinni qiriladi-yu. O'shandan keyin sepilsa bitta achishtirib, tinchlantirib, terini zo'r anaqaga olib kelib beradigan narsa bo'ladi. Mana shu narsani ham oxirida soqol olib yuzga bemalol sepsa bo'ladi. Yuzni soqol zo'r qiladi. Juda ham oxirida sepsiz. Ha, posle britiyaga o'xshagan narsa bu.
Zo'r narsa. Shikastlanishga qarshi terini anaqasini beradi. Xo'p, endi original dazmolli, original anaqalar Biblisda bo'ladi. Biblisni firmasini tushunib qo'yinglar o'zingiz uchun. Biblisdan yuqori turadigan firma originallik bo'yicha O'zbekistonda emas, dunyo bo'yicha ham deyarli pashti yo'q. Mana sartaroshli instrumentida ani Dyson Faysallar ular vishi klassi, ular anaqaniki nima deydi? Juda ham premium klass, ular sartarosh unchuncha ishlatadigan instrumentlar emas. Ko'proq klientga moslashtirilganlar-da. Klient o'zi ishlatishga qulaylashtirilgan. Sartaroshchi o'ziga professional qulaylashtirilgan narsalarda ko'proq originali Biblis va mashinkalarda bo'ladi. Tushuntirib oldim? Ayniqsa barberlarga kerak. Shuning uchun bu yerga hamma keramika degan narsasi bor, lazerning anaqasi bor, dazmollar, shularni hammasini o'qib, o'rganib, tushunib olsanglar, ukladka qiladiganinglar dazmollarda original chiqadi. Bu penkalar ham bor ekan mana bu yerda, soqollarni qilishga. Xo'p, endi fenlarni papasi deyiladi. Mana bular bo'ladi, goldlar, sal uzoqroq turing. Goldlar bo'ladi, lekin men bularni o'zim ishlatmasligim sabab men uchun bu juda ham original, cho'tki shamol chiqarib beradigan ion degan narsa bor. Ioni ham zo'r. Ion nima deydi? Oddiy fen suvni, bitta tomchi suvni oddiy bir yarim sekundda parchalasa, ionli fen 5 barobar tezroq sochga shikastlantirmasdan anaqa parchalab beradi. Tushundinglarmi? Kuydirib yormaydi soch. Shuni hisobiga bular juda ham professional hisoblanadi. Ukladkada soch yonib ketmaydi, kuyib ketmaydi. Ana 150 ming, 200 minglik fenlarda qizib kuyib ketishi, sarg'ayib ketishining sababi uning ichida sochni himoya qilinadigan ionli anaqalari yo'q. Professionalni. O'shaning uchun bularda borligi uchun u narsa yaxshi, bular kачествоsi zo'r, baland bo'ladi. Narxi ham baland, shunga yarasha sifat. Men o'zimga qulayligi bu emas, ko'proq mana bu bo'ladi. Mana bunaqa korpuslilar bo'ladi. Nega desa, barmog'im mana bu yerda joylashayotganda bunikida sal mamundoroq ushashim kerak-da. Men mamunda ushamayman-da fenni. Barmog'im uchib ushayman. Barmog'im uchib ushaganda menga ko'proq qulayroq bo'ladi. O'shaning uchun bu anaqa, lekin buni mощности bundan sal pastroq, lekin bu optimalliroq menga. Sizlarga ham ko'pinchiligi tushib ketadi. Keyin men nimaga srazi eng vyshiga o'tib olmayman? Men o'rgatayotgan paytimda mamunda o'rgatsam 150 ming, 200 minglik fenda sizlar trenirovka qilasizlar, to'g'rimi? Unda men trenirovka qilganimda yoki ko'rsatib berayotganimda qidira olmasligim mumkin. Chunki qo'lim nimaga? Bunga o'rganib qolgan bo'ladi. Qo'l shunaqa narsasi borki, fenni shamolini odam avtomatik sozlanib qoladi bitta fenni korpusiga ishlash rejimiga. O'shaning uchun men optimalliroq, ko'pchiligi tushadiganrog'i bilan ishlayman ko'proq, shu sizlar bilan o'rgatayotganimda ham oddiy fenda ham bir xil texnikada ishlab, sizlarga kачествоni tushuntirib berish uchun. Tushuntira oldim? Lekin endi ko'payib ketsa, men ham 2-3 ta bosib qo'yaman degan niyat yo'q emas. Bu ham o'zingizlar uchun anaqa. Fendagi kerakli informatsiyani oldinglar. Xo'p, endi tishlar bo'yicha mana shu tish nimaga ishlatiladi deb o'ylaysizlar? Mana qalin tish. Ko'rasizlarmi? Tishni orasi qalin, yo'g'on. Mana mashinkaga qo'yiladigan tish bu nimaga ishlatiladi? Kim aytadi? Qani? Kim aytadi? Mana shu tish nimaga ishlatiladi? Filirovka qiladigan mashin tish bo'ladi hisoblanadi. Biz ham hayron qolganmiz, zavodga borganimizda Germaniyada soch qalin sochni shunday bosyapti-da, filirovkani tit dona qilasan, o'shan bir xil chiqarib beryapti-da. Tushundinglarmi? Uzun sochchi emas, kaltaroq sochchi o'sha joyi bosganda o'sha filirovka qilib bosib beradi. Tushunasizlarmi? Mana mashina ishlatish kачествосini ham tushunib olsanglar, o'zingizlar uchun yutuqli bo'ladi. Qaychida o'rnida ishlatadigan mashinkani tishi bo'ladi. Bu ham hali ko'p bizga aniq ketadi, kirib ketadigan mahsulotlardan hisoblanadi. Mashinkasi bor-da. Mashinkasi bor, naryoqda ko'raman. Buni uncha mashinka qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir ko'rsataman qaysi. Keyin mana bunaqa mashinka adlistiki bormi, vahilliki bormi? Mana hammasiniki kerakli mayda tishlar, originali bu yerda hammasini topasizlar. Kerakli mana utuchkadan tortib, mana tishlarni ham antikvari bor, Biblisniki ham bor. Men o'sha Biblisnikini almashtirganman, cho'tki ishlatadi. O'zinikini olganim brak chiqqan. Qaysi bir 7 yil, 6 yil oldin olganman. Qanaqa keyin yangisini olganman. Nimaga brak chiqqanini bilsam,
keyin tushib ketgan ekan. Chunki ana primoy do'kondan olmaganman-da, bir oy ishlatdim degan odamdan olganman-da. Keyin qarasam, bir haftadan keyin gito bo'lib qolgan. Keyin almashtirganimda zo'r anaqa bo'lgan, natija bo'lgan. Xo'p, endi yana tushuntiradiganim, xo'p, ko'pchiligi hozir optimalniy variant bo'layotgan, demak, JRL mashinkalari. JRL mashinkalari narxi bilan, qulayligi bilan bor, lekin sifati ham, boshqasi ham bular bilan tenglasha olmaydi vahillar bilan. No, bularning qulayligi, korpusi shovqini yo'q. JRLni men o'zim uchun endi men achchiq haqiqatlarni ochib ketyapman. Bu yerda hech kim xafa bo'lmaydi degan umiddaman. Brendiviy men Viblisdan emas, asosan World mashinkalarda shovqin bor. Magic kliplarda shovqini bor. Bunda shovqin JRLda kam. Birinchidan yumshoq stress kesadi. Anaqasi bor. Narxi ham optimalniy. Nosi bor. Buni minusi nima desa, tishi keramika. Agar buni ho'l sochlar, qalin sochlarni bosib olsanglar, anaqa qilib qoladi. Lekin birdaniga emas. Originali zo'r oladi. Buni pad originali to'la yotibdi. Bozorda ana urvin bo'lsa, mana bunda urvini ham bor, mana bunda urvini ham bor-da. Ozgina pasi ham, anaqasi ham bor. Lekin originalini topsanglar, bu ham qilich bo'lib ishlab beradigan mashinalardan bo'ladi. Brendi ham, boshqasi ham SNG bo'yicha hozir Rossiyada ham kuchli ustalar JRL ishlatishadi, kuchli anaqa kачество bilan chiqarishadi. Xo'p, keyingi masala cho'tkani ham boshqachasi bor. Unaqasi ham, bunaqasi ham. Qattiq sochga ham, yumshoq sochga ham bor ekan. Yaxshi. Xo'p, bu yerda nima? Hamma narsani ko'rib chiqdim. Assortiment bu. Mana menda ham bor. Bu yerda uspet qilib bilmay qolman. Xo'p, pilisos sochni yig'ganiga bitta sipirib olib kelib qo'ysangiz, pilisos tortib oladigan JRL anaqasi. Pilisosi cheleni to'ldirib, hamma yoqni soch qilib yotgandan ko'ra, mana shu narsani bosib qo'ysa, bu ham arzon turmaydi, nechta pul? 1,950. Premium klass narsa, juda ham qulay. Men qo'yib qo'ydim, ko'rgan bo'lsanglar, endi ishga tushirdik. Xo'p. Sochni pilisos qilib tortib oladi bu. Shuna yig'ib olib kelib, bosib qo'ysangiz bo'ldi, flit tortib oladi, o'zi o'chadi keyin. Tushundingiz? Shu tarafda anaqasi bor. Xo'p, endi ana shaverni nima deydi? Tasanno etib raqsga tushib ishlatadiganingiz mana Babyliss shaveri bo'ladi. Temirli bo'ladi, korpusi ham, anaqasi ham juda ham premium klass, tishi ham juda ham premium klass hisoblanadi shaverni ishlatayotganda bitta narsaga odat qilinglar. Bitta soqolni oldinglarmi, qopqog'ini ochasizlar, mayda sochli yig'ilib qolgan bo'ladi. Mayda sochni puflaysizlar yoki puflasanglar mayda narsa anaqa nafas yo'llariga kirmasligi uchun fenni olib tushirasizlar-da uni. Keyin cho'tka bilan tozalaysizlar. Tushundinglarmi? Oldin qalinini tushirib tashab, keyin cho'tka bilan tozalaysiz. Cho'tkadan bir-birini tozalasanglar ham bo'ladi. Menga shunisi qulay. Nimagacha? Bir xil fenni o'zi ham ichkaridagi teshiklarigacha tozalab qo'yadi. Cho'tkada qachon anaqa yopishib qoladi, anaqa tishida yopishib qolsa soqollarni, yog'liqroq soqollar bo'lsa, o'sha yopishib qoladi. Cho'tka tushmaganini olib tashlayman keyin. Nimaga cho'tkaga ko'p sirazi yopishmagan sababi, buni tishi lezvadan ham, tig'dan ham o'tkir bo'ladi. O'sha cho'tkani ham kerak bo'lsa kesib yuborishi mumkin yoki qattiqroq bossam cho'tkani tishini dabdala qilib qo'yishi mumkin cho'tka bilan. O'shaning uchun imkon qadar fen bilan buni tozalayman. Bu narsani ishlatishi juda maroqli. Bunga ham ikkita qilib qo'ysanglar, vobshe, ana 2 soat soqolni qirg'ishlab o'tirgandan ko'ra mashin bilan ishinglar bitta zo'r bitib ketadi, xudo xolis. Xo'p, bu yerda hech narsa qolmadimi? Xo'p, detalyer, kozer, bezprovodnoysi ham keldimi? Ha, bor. Yaxshi, nech pul ekan u? Bezprovodnoysi 1,560. Yaxshi ekan. Bu ham zo'r akantovishnidan hisoblanadi. Amerikanskiy tatu-matularni chizishadi-yu, o'shalarni bularda ham birinchi yo'l mashinani chiqargan anaqa bo'ladi. 2015-yil O'zbekistonga mana shu mashinka bilan uni kattasi bor, Magic Clip'i 5 ta yulduzli, o'shanisini eng birinchi bo'lib O'zbekistonga olib kirganlardan bo'laman. Keyin mana bularda ko'z tegmasin zo'r. Men ishlatganman-da, shun bilan keyin sotuvga ham qo'yilgan, xudo xolos. Xo'p, endi keyingi, mana nima ekan? JRL alohida moyi ham bor ekan. O, gap yo'q lekin.
Mana narsa такой premium klass assortiment bo'lib ketdi-da. Xo'p, endi instrumentdan oldin mana bunga bitta o'taylik, keyin mashinaga o'tamiz. Eng maza qiladigan agar soqolli klientlar bilan ishlaganda, ana nima deydi, roskish premium klassda bo'lishini xohlasanglar, mana bunaqa Crewniki soqollar uchun ham, soch uchun ham bor. Mana bunaqa yog'lari, Prarassoniki, kerakli qani yana? Instrumenti bor ekan. Anaqa qolmabdi. Qani? Mana. Mana bunaqa anaqalarni olib qo'yishimiz kerak biz ham. Mana bunaqa cho'tkalari bilan mana bunaqalarni taxlab qo'ysanglar, mana bunaqa chiroyli. Klientning oldida ham chiroyli bo'lib turadi, bir chekkaga qo'yib qo'ysanglar, ham roskish bo'ladi, ham o'zingiz uchun ham качественный professionalniy ish bo'ladigan instrumentlar и parfyumlar hisoblanadi. Shampunlarni ham hammasini ko'rib olsanglar bo'ladi, mana. И ko'proq ishlatiladigan narsa bu yerda meni o'zimda ko'p ishlatganim Prarassoni mahsulotlari bo'ladi. Qanaqa? Для бритьяsi bor, после бритьяsi bor, и terini ana oziqlantiradigan kremlari bor. Mana hamma kerakli nima deydi, parfyum anaqalari bo'ladi. Bunisi nima ekan? Yengillik-ku. Sovuni. Bu o'sha ko'pik, ko'pirtiradigan sovuni professionalniy. O sovuni ham boshqacha hidda ekan. Eng kerakli anaqalari bor ekan. Xo'p. Hozir qaysingda mana buni anaqa qilaman. Mana bu ham sovuni hisoblanadi. Keyin yana bitta narsasi bor, Prarasso mahsulotida tushuntirib beradigan, o'zimga yoqadigan narsalardan bittasi. O'sha cho'ta o'shani topa olmayapman. Hozir mana bu adashmasam. Mana. Ani bir xil mijozlarni ko'rgan bo'lsanglar, terisi kesilmaydi, aniq. Olsangiz ham раздражение beradi. Qizarib qoladi. Yoki akantovka qilganinglarda, shogirdlarda ko'p bo'ladi, akantovka qilganida kesadi. Kesilib qoladigan narsa. Mana bu narsa qonni bittada to'xtatib beradi. Keyin shogirdlar ko'p quloq kesganda menda shu yordam bergan. Mana bu quloqni go'shini ko'p kesib qo'yish odati bo'ladi ko'pchilikda. Bu narsa gel. Shuni sursanglar o'sha joyi shuni yamit qon avtomatik to'xtaydi. Zarari yo'q, meditsinskiy kачествоsi bor. Har tomonlama talabga javob beradigan narsa. Bu qonni to'xtatib beradigan mahsulot bo'ladi. Bu ham zo'r kerakli narsa bo'ladi. Bu aptechkaga o'xshab kerak turish kerak. Bu soqolga ishlatiladigan vosk, adashmasam, to'g'rimi? Mana, mo'ylovni soqolga ishlatadigan vosk, ani amerikanskiy qilishadi-ku. Dumaloq qilib. O'shanga keriladigan vosk. Menda bor, ishlataman kamdan kam, lekin qaysi marotaba endi mana bunaqa mo'ylovliklar kam keladi-da. O'shaning uchun ishlatilmaydi. Uncha-munchaga. Kam ishlataman bir ikki marta. Xo'p, kerakli dazmollar, ploykalar, bular ayollarga kerakli hamma original narsalar bor ekan. Shu yerda o'z Pakinosi nimasi ekan bu? Pakinosi bu nima topikimi Pakinosi? Nasıl rang beradi? Anaqa, sukhoy voski bu. Sukhoy vosk ekan. Bunaqasi ham chiqibdi-da. Pakinosi sukhoy vosk ekan. Kecha sepdim-ku, oq pudra. O'shanga o'xshagan narsa original narsalardan bittasi bo'ladi. Fiksatsiyasi kuchli vosklardan, brendlardan bittasi Pakinos bo'ladi. Birinchi amerikanskiy brendlardan hisoblanadi. O'zbekistonga kirib kelgan. Fiksatsiyasi juda ham kuchli, qotirish jarayoni juda ham kuchli brendlardan bittasi Pakinos bo'ladi. Lekin ularni voskini nimagadir ko'rmayapman. Qani? Mana ekan. Mana shu. Bu oldin qora edi. Mana pomadnisi bor. Pomadasi bor. Keyin bitta matlisi bor. Matvisi. Hidi ham yoqimli, mijozga uncha yoqimli, lekin arzon ham emas. $20mi? 20 dollar ekan-da. Yaxshi arzonlashib qopti. Biz paytda 30-35 dollar bo'lgan payti ham bo'lgan, deysizda bo'lsa. Xo'p. Kerakli narsa soqolli shampuni tepax anaqasidan kerakli. Mana bu moylari bor, cho'tkalari bor. Bu nimaga ishlatamiz? Uzun soqolga ishlatiladigan cho'tkasi bo'ladi bu. Bu ani yasidi forma, o'shanga kerak bo'ladigan anaqalar. Ustalar sifatlimi ekan ustoz? Ustara, xo'sh.
Bu yerda neoriginalniy instrument yo'q. Hammasi original. Mana. Voy. Soqolni ber kesaman deyapti-yu va endi ustarani ikki xili bo'ladi. O'zingiz uchun bilib qo'yinglar. Mana bu yerda zashitnigi bor ustara bo'ladi. Ikki tomonimda yopig'ida lezvani qirrasi yopib o'tiradi. U bilan buni farqi nimada desa, buni lezvani qirrasi ochib o'tiradi. Nega desa, nima kerak yaxshi tarafsi? Bunda akantovkani mana bu avalini chiqarish juda ham oson. Endi oson emas, iloji bor va sifatli anaqa kачество beradi. Usti yopiqda qirrani chiqarish, akantovkani liniyasini chiqarish faqat mana bunaqasiga qilsangiz bo'ladi, lekin mana bunaqasiga qilishingiz qiyin bo'ladi. Bunda mana bunaqasiga qilishinglar, liniya chiqarishinglar oson bo'ladi. Avval. O'shaning uchun bu narsa juda ham ro'zkish hisoblanadi. Bitta olish kerak. Bu nechi pul? 125 mi? Hech narsa olmayman deb kelganman-da o'zi. Hozir kasallik tutyapti-da yana. Mana bundan bor. Shu bekor so'radingiz-da. Olib bermayman deyapti bittasi. Olma deyapti, nima yo'q. Bu majbur olmasam bo'lmaydi. Mashina ham qo'yinglar. Mashina olib ketmasam bo'lmaydi men. Uxlolmay chiqaman hozir. Buni olmasam. Mashina ham qo'shib qo'ying. Xo'p, bittasini oldik. Mana bu nima nasatka ekan? Fenga qo'yiladigan nasatka, nimasiga bu? Soqolga, adashma. Soqolli nasatkasi. Biblisi. Bu bibli anaqaniki-ka. Bunaqa feni chiqdi. Gap yo'q. Jingelechochga ishlatiladigan, ob'yom beradigan, fenni ham o'zi shamol berib turib, jingeligini ob'yomini ko'tarib beradigan nasatka hisoblanadi. Buni bizga ham nasib qilsin, shunaqalarni ishlatish desam, xudo xolis. Ularni ko'rib sartarosh bugun keladi. Pulini eshitib qochib ketgin keladi. Xo'p, mana bu yerda ishlatiladigan narsalardan sizlarda Murskoyda asosan mana bu eng kichkinalari bo'ladi. Hammalar bu ishlatmaymiz точно. Mana ishlatishimiz mumkin. Yetak bularni женский asosan ayollarga professionallik kачественный anaqalar bor. Keyin biblisi bu gammaniki ekanmi? Bu gammani hamnaqa fe'llari chiqqan. Bu jerellik ekan. Kачествоsi mana. Biza 15 yil oldin Mozer mashinkasini ishlatardik, simligini. Hozir mana takomillashtirib, val bilan bir ochsam maylim, ko'rsam bo'lam. Yo'qda bormi? Bo'ldi, o'sha yerdan ko'ramiz. Takomillashtirilgani chiqibdi. Biz volda ishlardik, Mozerda ishlardik. Juda ham bir anaqa bo'lardi. Nima deydi anu? Legenda mashinka hisoblangan sartaroshlik uchun. Mozer. Xo'p, bu yoqdan bir chekkadan yuradigan bo'lsak, bu kerakli podstavkalar bor ekan, kerakli anaqalar bor ekan, biblisi, oho. Xo'p, bu yerda mashinka, sumkalar bor ekan. Oyna bor, oyna qani oyna? Bak. Jerelli bir yengich anaqalar chiqib ketibdi. Yaxshi. Bu nechi pul ekan bu? 130 ming. Ko'rdinglar? Hammasi cho'tki gap yo'q, 130 ming. Qimmat emas ekan. Hop, sumkalar bor ekan. Bular ishlatiladigan mashinkalar, bular arzonroq. Endi biblisi mana bunaqa anaqasi chiqqan. Bu anu ichida anaqa qilib beradigan, sterilizat qilib beradi o'zini. Qorasi ufi oldi. Mana bundami? Mana bu shever o'zini o'zi sterilizat qiladi. Sterilizat nimaligini bilasizlarmi? Sterilizatsiya? Dezinfeksiya qiladigan narsa. Ichida uje kvartsviy chirog'i bor. Tiqib qo'yganinglarda o'zi dezinfeksiya qiladigan, chitiqlarni dezinfeksiya qiladigan chiqarib qo'yilgani yo'q shakli yo bormi? Yo'q, bunda yo'q. Mayli, keyin ko'rarsizlar. Shu dezinfeksiya qilib beradigan, lekin arzon ham emas, lekin kачествоsi zo'r. Xo'p, mana bu narsa soqolli, uzun soqolli dazmol qilib beradigan dazmol hisoblanadi. Yo, bismillah, bittasi olib ko'rsataman. Mana. Buni ham endi kamdan-kam ishlatiladi-yu, uzun soqolga ishlatiladigan anaqa hisoblanadi. Dazmol hisoblanadi mana. Ko'rasizlarmi? Uzun soqolli dazmol qilib beradigan dazmol. Yotqizib beradi. Kaltasini, terini sal anaqa qilishi mumkin, o'shaning uchun uzunrog'iga ishlatiladi.
Lekin dazmol qilganda ham ideal qilib beradi. Ko'rganman, qilganman, ishlatganman o'zimda. Narxini bilmadim lekin 1 million 300 ming turibdi. Xo'p, assortiment. Mana bu narsa kerak bo'ladigan narsalardan bittasi. Mana bularda ham shu. Tish qizib ketadi mashinkalarni, vaqillik ham, bibilisi ham qizib ketadi. Buni sepganinglarda muzlatib qo'yadi. Ham dezinfeksiya qiladi, ham muzlatadi. Qizib ketgan mashinkani. O'shanga ishlatiladigan kerakli mahsulotlardan bittasi. Zarari yo'qmi? Yo'q, zarari yo'q. Bu o'zini mahsuloti, muzlatib beradigan mahsulotlardan bittasi. Xo'p. Endi hamma ishlatadigan, kerakli bo'ladigan instrumentlardan ani 100% sal surulinglar. Bu tomonga o'tib olinglar-da, bu kamera bu yoqqa aniq qiladi. Endi hamma ishlatadigan, kerakli bo'ladigan mahsulotlar senior, bibilis mashinkalari, keyin anaqa nima deydi, massajyor. Massajyor kerakligini olasizlar. Narxi hech tushmaydi demashini de. Onasini yemsin. Bu massajyorni ochaman. Odam olib ketaman menimcha, xudo xolasa. Bitta ko'rsataman. Mana. Original, sifat, качество dedi. Mana. Ashi bu zo'r bo'ladi. Soch yuvanidan juda ham zo'r massaj qiladi. Siz tutmang, uyga ketkizib qoladi. Hamdan soch o'sib ketishi ham mumkin. Tushunasizlar? Lekin juda ham mahsulot, zo'r mahsulotlardan bittasi. Men Bu yormaydi, robga. buni bir Bitta bo'ladimi bu? bitta. Bittasi bitta bo'ladi. Ikkita olsangiz, ikkita qo'lda qilsangiz, juda ham mazza qilasiz. Bittasi hozir 1,5 million so'm. Yaxshi. Sal hozir biza birinchi kelganda bilasizmi nech puldan olganmiz? Birinchi narxi 275 dollar bo'lgan. Keyin tushgan, 250 ga tushgan. Keyin 200 ga tushgan. Uzoq vaqt 200 170 dolar turdi. Paka bir qo'llab ishlab turamizmi? Ha, bir qo'lda ishlab o'rgangansizlar, bir qo'lda ishlab turdi. Buni bu yoqqa, uni bu yoqqa. Materialni ustiga qo'ydimmi? Bundoq qo'ydimmi? Bundoqmidi? Ancha ketadimi ustoz bu? Men hali o'rganimni bittasi ham buzilmagan, bittasi ham anaqa qilmagan. Juda качественный, kerakli mahsulot. Ancha bo'ladi. Men o'zimni olganimni, ishlatayotganimni, o'zim birinchi olganimni shogirdimga berib yuborgan bo'lsam, olganimga 5 yil bo'ldi, yo'q. Adashmasam 5 yil bo'ldi, yo'q. Короче, mana shuni olib ketamiz. Boshqa iloji yo'q. Olib qo'ydim, buzib qo'ydim, короче, boshqa iloji yo'q. Ha, mana buni ham qo'shib yuboringlar. Xo'p. Seniorni bitta zo'r tarafi joni baquvvat. Juda ham joni baquvvat. No, seniorni tanlayotganda adashmanglar. Originalda ham, padarginalida ham bitta narsasi bor, shovqini bor. Buni ochsam bo'ladi-ku, ha, mana, ha, ishlatilgani bor ekan. Shovqini bo'ladi. O'sha shovqiniga ahamiyat beringlar. G'ung'illab beradigan shovqin bo'ladi. Zing'illab beradigan shovqini bo'ladi senior. Zing'illab berayotgan shovqini ana kuninglarga yaramaydi. Nimaga desa, u zo'r ishlashi mumkin. Klientning qulog'ini tagida zing'illab turish asabni charchatib tashlaydi, bizib tashlaydi. O'shaning uchun unaqa narsasidan qochinglar. G'ung'illab ishlayotgani u bo'lay, ana tinchlanib, asabga tegmaydigan ovoz hisoblanadi. Xuddi ana chivin uchib turganda anaqani bizib tashlaydi. O'shaning uchun senior mana mashinkasi mana bu g'ung'illayapti. G'ong'illab chiqyapti buni ovozi. Zing'illab chiqadigani bor. Uni olmaylar. U ham uncha original bo'lmaydi, ham nima deydi? Ishlaganinglarda asabiylarni charchatadi. Seniorni eng qulayli taraflaridan bittasi tishini mana bu ploskiyligi va barmoqqa qulaylik anaqasi bor. Korpusi qulaylashtirilgan. Tushunasizlar mana? Juda ham qulaylashtirilgan, shuni hisobiga cho'tki ishlaydi. Lekin buni ham albatta dejurniy qilib ishlatsanglar, ikkita qilib qo'ysanglar zo'r mashinka hisoblanadi. Eng rabochiy mashinkalardan bittasi bun bilan
mana bular hisoblanadi, baquvvat. Mana buni ham ko'p ishlatishadi. Nega desa, buni anaqasi yumshoqroq, ham yengilroq bo'ladi. Srezi buni qalin, zich sochlarga bu apasning, buni ishlatmaydi. Bu salcha anaqa qilib qoladi. Mana bu qalin zich sochga, feytga zo'r chiqadi. Lekin buni ozgina vesi borligi, ovozi borligi. Buni ovozi yumshoqroq. Lekin buni ham qulayligi bunga qaraganda yaxshiligi taraflari ko'p. Buni mощности sal ko'p balandroq, buniki sal slabiyroq. Buniki necha edi oboroti? 6,5 ming, buniki 5800 mi shunaqa, 5800 da adashmasam. 5000 qancha hamidi? Keyin oborotga qaranglar mashinkani. Oborot nimaga kerak? Mashinkani oborotini baland, pastligi emas, o'rtasini topishga harakat qiling. Balani boru borgan sari shang'illab ketib qoladi. Pastini ham tishga kesishga uspet qila olmay qoladi. Shuning uchun o'rtasini ushlashga harakat qilinglar. Mana bularni papasi nima deydi elektromobil deydimi? 12 variantmi? Eng lyuks variantlardan bittasi mana bular bo'ladi. Buni ochmabsizlar? Ochsam bo'ladimi? Xo'p. Oh. Yangi qiz bilan tanishgandek bo'ldim. Shu joyini o'chirib qo'yasiz. Shu o'chirib kesishi bilan rostdan yashashimiz kerak. Oh. Zali oxirigacha. Mощности shunaqa zo'r. Yaxshi. Mana men bozorda olganimda ovozi bunaqa emasdi-da. Buni ovozi sal pastroq, bo'li yumshoqroq. Lekin ovozi bor buning. Yaxshigina ovozi bor. Men bilan почти bir xil ovoz. Feytda ham ideal ishlaydigan qilib anaqa qilingan korpusi. Lekin buni o'zidan originalidan oldin padarginali juda ko'p chiqib ketdi. Masalan, fuflo deydimi? Sifatsizi chiqib ketdi. Ular hammasi 90% shang'i. Sirazi qo'lingizga olsanglar, o'sha shang'illashidan o'sha qo'yib qo'ygin keladi. Bunda mana ancha yaxshi. Originalda men qilsam o'zidan. Bu ham o'sha yerdami? Amerika bu. Vengriyaniki. Zo'r mashinkalar. Olamizmi ustoz? Yo'q, endi to'xtabdir endi hozir. U bitga sizlarga dars berishim menga qimmatga tushib ketyapti, borgan sari bor. U betga kirib ketyapti. Roskish bu. Bular endi realniy roskish endi aytaman. Realniy bir nima deydi, anaqa beradiganlar. Nechta pul bu hozir? 2 million 80 ming. Yaxshi mashinkalar. Xo'p, endi yog'i $200 bo'lyapti. $210, $215. 2 million 80 ming bo'lyapti. $200 2 million 600 bo'ladi. 2 million 80, ustoz 800 emas. 2 million 80 emas, 800 ming deyishdim, uzr. Yo'q, unda to'g'ri arzon. Mana shu amallar qo'yib qo'yarsiz, men yana oz cho'zib yubormay. Xo'p, endi bulardan ham tan olishimiz kerak, realniy tan olishimiz kerak. Premium klass, Vichy klass mana menda bor, xudoga shukr, maqtansam bo'ladi. Mana bu mashinkalar, bular papasi bo'ladi, Ferrari hisoblanadi. Biblis anaqa mashinkalari bilan ochish bu yerda yo'q ekan. Ochish shart emas. Mana bu yerda вообще lyuks variantlari bor ekan, mana. Bular ochishga to'shkin ruxsat berishmaydi, qo'limiz kuyib qoladi. Mana bu yerda batareykaliklari bor ekan. Bunaqa batareykaliklari bor ekan, kichkinasini ham, kattasini ham mana shunaqa narsalarni harakat qilishga olinglar. Nega? Bularga qaraganda, mana bularga qaraganda bular uchishi ham, kesishi ham, mощности ham baquvvat bo'ladi. Bo'ling mukammalroq ishlab chiqarilgan. Bitta nosi, endi men hali bularni qo'limga ushlab ko'rmadim. Padarginal, original sifatida bozorda ushlab ko'rdim. Ovozi baland bularning. Odam asab buzadigan darajada. Lekin bular endi menimcha unaqaga o'xshamayapti. Original variantga o'xshab ko'rinyapti. Bulardan aniq qilish kerak. Demak, yo'q, bular original, shu ovoz chiqmasa kerak bularni deyapman-da. Men bozorda ko'pini ushlab ko'rdim, hammasi shang'ida. Padarginal bo'lib turibdi. O'shaning uchun prosta jahli chiqadigani bozorda
Shuni narxida sotishadi-da. Endi arzon sotib qo'ysa bilib qoladi. Ha, shunisi bor-da. Shunisini aytib. Endi hammada har xil anaqasi. Xo'p. Ana bozorda originalini ko'p topish qiyin. Originalini olganingga yarasha o'sha narxiga yarasha olishga anaqa qilmaysan, achinmaysan. Originali tiqilayotgani hisobiga kuyib qolishdan qo'rqasan. Shunisi bor. Lekin bozorda bitta narsasi bularga qaraganda Xitoy variantini ham chiqargan bo'lsa, endi men sizlarga o'xshagan, ba'zi birlarga o'xshagan nachinashiylarga arzonroq cho'nchak boplari 1 yilga chidab beradiganini topsang bo'ladi. Bu yerda misol uchun chirishchur original bo'lgani bilan u narxga topa olmaysan-da. Shunisi bor. Shunga qarab ham anaqa bo'ladi. Endi hamma yoqda o'ziga yarasha plus minus tarafi bor. Endi mana bu narsa nima deydi gibrid deyiladi. Gibrid deganni nima bilasizlar? Qo'shilgan. Bu Wheel mashinkasi bilan Moser mashinkasini kerakli elementlarini uyg'unlashtirilgan mashinka hisoblanadi. Korpusi ham qulayligi, ishlash anaqasi ham, keyin mana tishini olinishi ham, har tomonlama bir-biriga nima qilingan, ishlatilgan hisoblanadi. Nima deydi? Mukammallashtirilgan hisoblanadi. Buni boya ko'rsatdim-ku tishini. Serialashtiradigan tish. Ana o'shani mashinga qo'yasizlar. Mashinga qo'ysanglar, filirovka qilib ishlaydigan mashinka shu bo'ladi. Ana mashinga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Ishni yurgizganda. Bu yaxshi tarafi mana bunaqa tishlisi ham bor. Bundan ham mayda kesadigani bor, bundan ham yirik kesadigani ham bor. Filirovka qiladigan tish ham bor. 3 xil, 4 xil tishlar bor. Buni almashtirib ishlatib so'rayli bo'ladi. Xuddi bitta mashinka 3 xil, 4 xil mashinkani tishida ishlatganda, gibrid deb shuni aytyapman. Mощности kuchli, oboroti ham kuchli hisoblanadi. Buni oboroti necha pul ta'sir? Mana bu yerda yozilgan deyishimsa. Yozilmaydi. Bunisida ekan. 5850 oboroti juda ham Moser brendi hisoblanadi. Kerakli anaqa qilib olingan. Endi Legend ham juda ham zo'r mashinkalardan bittasi. Ovozi ham normalniy. Maza qilib ishlatadigan mashinka, senior bilan bir xil yuradi deyarli. Lekin senior oddiy baquvvatroq bunga qaraganda men uchun. Buni oboroti sal necha edi buni oboroti Legendni? 6000, sal pastroq-da bu. Buniki baquvvatroq, 7000 qancha ham. Xo'p, endi birinchi ishlatgan Moser ro'skishliroq variantlari bizda mana bular bo'lgan. O'sha paytda junda. Qarach, o'sha paytda biblislari mashhur bo'lgan O'zbekistonda. Takoy bu hisoblangan endi chiqqan paytda. Xo'p, sheverlarning ham qitimirlari chiqibdi mana. Yo'ldan. Yaxshi, anaqa ekan. Bu ishlatsa bo'ladigan. Bu optimalniroq variant qilib ishlatilgan ekan. Bu klientga sotsa bo'ladigan varianti. Klientlarni unga qulayroq bo'ladigan varianti. Xo'p, endi mana bunaqa mashinkalarni yaxshi tarafi nima desa, bularni tishi yumshoq, bularni fet qilayotganda mana bunisinikida anaqa qilinadigan nima deydi, tishi bir-biriga juda yaqin bo'lganini hisobiga olovlasini ishlashga ham yordam beradigan mashinkalar hisoblanadi. O'ziga yarasha qulaylik taraflari juda ko'p bularning. Xo'p, mana bu yerda Biblisi eng mukammal variantlardan bittasi. Batareykasi bilan ovozi ham bularga samniyni yo'q. Mana bu yerda akantovushnisi. Hamma kerakli narsa. Eng sizlar uchun mashinkalarda ro'skishi va eng baquvvatini bilishinglar kerak bo'lgan narsalar mana shu assortimentlar. Mana shuni bilib olinglar, esinglardan chiqmasin. Qolganlar bilan solishtiravergan saringlar, bular bilan baland pastini ajratib olaverasizlar. Chunki bular original eng bir standart kerakli anaqalar bo'ladi. Bulardan o'tadiganlar hali uncha-munchasi chiqmagan bulardan. Hali endi chiqib ketar balki, vaqt ko'rsatadi uni. Xo'p. Keyingisi innovatsiya bu ham. Xo'p, kerakli narsalardan yana mashinkalar, mana Andis firmasi bor. Andisniki Biblisdagi anaqadagi katta emas u, lekin hamma assortimenti, hamma kerakli anaqasi modellari bor bunda ham. Andis mana bu korpuslari ham boshqacha. Bularning ham maslahatim sizlar uchun yana bitta ekskursiya bo'yicha Andis
Vaxilli, seniorni yoki o'sha biblislarni Instagramda yoki Google'ga anaqaga bersanglar, poistga bersanglar, hammasini anaqasi chiqib keladi. Avtobiografiyasi chiqib keladi. Qanaqa bo'lgan, nima qilgan, o'zingiz uchun kerakli обороты, texnik sabablari, tig'i qanaqa kesadi, hammasini o'rganib chiqishinglar oson bo'ladi. Va shunga qarab ishlataverasizlar. Mana kerakli assortiment hammasi bor mana bu yerda. Komboga qanday? Kombo. Bu ham yaxshi ekan. Buni ishlatmaganman. Madani, no. Bu ham World'ki, hammasi mana ko'rib turibsizlar. Mana men boya mana buni aytayotgandim. Tepadagi deb. Mana. Ishi juda ham yaqin bo'lgani uchun men bir-biriga. Uchi. Feyt qilayotganda kerakli pitnolarni tozalashga kerak bo'ladigan mashinkalardan bittasi bo'ladi. Keyin bunda xayr tatu chiziladi-yu, переход. O'shanga ham juda ham kuchli mashinkalar. Juda ham ana kichkina naqshni yasashga juda qulay mashinkalardan hisoblanadi. Tushundinglar? Qo'lga ham xuddi qalamdek qulayligi juda yaxshi. Shu o'zingiz uchun bilib olinglar. Xo'p. Bu ham yaxshi. Lekin ovozi sal bor ekan. Ovoz. Ovozni-chi bilasizlarmi qanaqa tekshiradi? Mana bunaqa tekshiradi o'zingizlarga quloq qo'ying. Klientning o'rnida o'tirib turib, qanchalik qulay, yoqimsiz bo'lishini his qilib ko'ringlar, o'shanda tushunasizlar. Tushundinglarmi? Mana bunda turganinglarda boshqa anaqa ощущение beradi. Ustoz bular bir tushuntiring mana ustoz. Ha, hammasini o'ziga yarasha plyus tarafi bor. Men bilani albatta ana soqol bo'yicha mutaxassisman, zo'r soqol olaman desanglar, olib qo'yishga harakat qilinglar. Bo'lsin, bular ham. Faqat mana bunisini endi kamdan kam ishlatasizlar, buni biz ishlatmaymiz, buni klient ishlatadi ko'proq. Yo, shu maslahat berasizmi klientga, lezmani yaxshi ushlaydi. Yo'q, mana bunaqada ishlab soqolini olib o'rganib qolganlar bor. O'zinikini. Ha, o'zinikini. Bu va shu premium klass hisoblanadi. Bunda soqolini olsa klient maza qiladi. Qachonki shunaqada olib o'rganib qolganlarni aytyapman. Shunga maslahat berasiz. Farqi bor. Qanaqa? Men buni aytyapman. Bor magazinda ani plastmassa bor-ku, bunda yuzini o'zimda bossa ham bemalol kesmasdan olib tashlaydi. Unaqada o'rganib qolganlar bunda ola olmay qolishi ham mumkin. Nega? Chunki bunda tig' mana bunday turib beradi-da. Bu yerda uklonni ushlashni bilishing kerak-da. U do'kondagi sotiladiganlar u unaqa emas-da. Ular pastga shunda pastga bunday qaratib qo'yilgan. O'shaning uchun ular bemalol bosib ursang olaverasan. Bunda sal bundoq bosib qo'ysang kesib qo'yishing mumkin. Bunda shunaqada olish o'rganganlar zo'r maza qilib ishlatadi. Qo'yib qo'ysanglar. O'zingizlar ham shuni ishlatsanglar, klientni olsanglar zo'r bo'ladi. Klient olsa zo'r bo'ladi bu ham. Ya'ni premium klass juda ham qimmatbaho ustaralardan hisoblanadi. Endi bulardan oldik. Hozir yana ozgina reklama qilsam olishimga to'g'ri kelib qoladi. O'zim kasal bo'lib, o'zimga yoqtirib qo'yaman instrumentlar. O'zim reklama qilib qo'yaman. Xo'p, Crew vosklari kerakli brend vosklar hisoblanadi. Bularni Crewni brendi mirovoylardan hisoblanadi. Kerakli nima deydi? Vosk desa murskoyda, Google'da, internetlarda 2-3 brend chiqib keladi. Crew chiqib keladi, Takinoslar chiqib keladi. Pararasonikini uncha ko'rmaganman. Crew обязательно chiqib keladi. Murskoy kosmetika deb yozsa Google'ga, anaqaga Takinos, Crew точно chiqib keladi. Yana bir ikkita nemetskiy emas, Angliyaniki bor, brendlar ulushalar chiqib keladi. Google'ga yozsanglar. Xo'p, yana nima anaqa bor? Bo'ldim, qolmadim boshqa tovaring detsam. Reklama qilib bo'ldikmi? Bizga boshqa yer sharini oling deydik. Nasatga bor. Bolalarni so'roysa qilsangiz, bizani ozgina arzimaga mana podarkamiz bor. Yo. Men o'zi berasmen. Bo'ldi. Bunda turib olaylik bolalar. Qattiq tursangiz, Sovg'a hammaga yoqadi deydi. Rahmat. Yana bir magazin kelib qolishdi. Harakat topinglar. Rasmga oladimi mana? O'zingiz berib chiqing. Xo'p, mana hurmatli shogirdlar, kasbdoshlar, bu Breloklar Barber Store magazinidan sizlarga sovg'a ekan. Kelgan tashrifinglar uchun yana ham ko'proq kelib tursak, ko'proq sovg'alar bilan shunaqa xursand qilib turishar ekan. Hammanglar bitirib kelgandan keyin assortiment qilib bo'lishib olasizlar ish qilib. Men ajratishim qiyin bo'ladi. Bo'lib bering, hamma bo'lib. Kelishib olasizlar. Dvijeni qilib yuborish bo'lmasin, iltimos. Rahmat, minnatdormiz. Esdalik bo'lib qoldi shu do'kondan. Xudo xolis.
ko'rdinglar. Rahmat. Baraka topinglar, rahmat. Beraylik, Men olmaganlarga beraylik. bu magazin bilan necha yil bo'ldi? Hammaga yetsin, hammaga. Salkam 10 yil bo'lgan Qo'liga bo'lsa, bergan boshqachada. doim xursand qilib kelishgan, kattakon rahmat deyman, baraka topsin. Zontilar, как раз zonti problema bo'lib turdi hozir yaqin kunlarda. Rahmat. Chetga olib chiqib yomg'irda, yo'q, mana shu kunlarda ham sal anaqa bo'lyapti-da. Hammaga yetdimi? Kerak bo'lyapti, rahmat. Tak. Men qidirayotganim, yana nimadir ko'rib qolsammikin, reklamani tushuntirib olsam, ko'rsatib olsam davomman sizlarga. Reklama emas, bu tushuntirib olay deb. Ha, mana bu narsa, kelinglar. Klientga sotadigan mashinkalar bor. O'zingiz ishlatadigan mashinkalar bor. Klientga sotadigan mashinkalar qanaqa desa, klientlar tushunmasligini hisobiga ikki xil noto'g'ri anaqa qilib qo'yishadi. Ani nima deydi? Philips degani bor, keyin har xil anaqalar bor. Ular klientlarga ko'proq reklama bo'lib chiqqani uchun internetlarda ham klientskiy bazaga o'shalar ko'p ketadi. O'shaning uchun mana o'shanaqalarni ham nimaga men bu originallarni oling desanglar, yo'q qimmatligi, yo'qki tushunmasligi, sartaroshga moslashtirib qilingani ularni nima qilib qo'yadi? Diskomfort qilib qo'yadi, olmaydi. O'shaning uchun mana klientskiy deganda nimaga ham ishlash qulay, ham narxi arzon, ham bir-biriga kerakli anaqa klientskiyga ishlashga hamma anaqa korpuslarini tushuntirib beradigan zapchaslarigacha, qanaqa olishigacha, nima qilishigacha tushuntirib berilgan instrument bu. Shularni ham mana klientlarga taklif bersanglar, sotishinglar oson bo'ladi. Bu qimmat ham emas ekan, 650 ming. Original shu firmalarning original va klientskiy anaqa. Misol uchun klientga anu vaqil seniorni bersanglar, nima bu deydi-da, ishlata olmaydi ham-da. Shuning uchun mana shunaqa narsani taklif qilishni o'rganaylik. Endi albatta. Endi prorassiyoni nimaga boya qidirib yurganim, buni ham olaman agar ruxsat bersanglar. Buni как sovg'a qilib klientga taklif bersanglar, erkaklarga parfyumi sonaqasi assortimenti bo'ladi mana. Tam soqol oladigan kremi, losyoni mana bu yerda yana nima? Voski, soqol ol. Как подарочный ayollarga life hack, erkaklarga soqol olishiga ishlatiladigan kerakli parfyumni sovg'a qilsanglar, mana shunaqa komplekt bo'ladi. Qimmat ham emas, nech pul? 650 ming turar ekan. Ya, bu joyini kesamiz. $100 turadi, kelishtirib berishadi. Подарочный deyilsa, kelishtirib berishadi. To'g'rimi? Shunaqa ozgin anaqada bu ham biznes, marketing. Mana shunaqa sovg'ani qo'yib qo'ysanglar, komplekt sovg'a anaqa qilishga ham qulay bo'ladi. Mashinkalarni turi ko'pligini ko'ryapsizlar. Mana bunaqalari ham bor ekan, vaqillar. Endi mana buni boya anaqa qildim. Bu nima ekan? Bu chimadan, JRLlik. Voy, bu brend, hamma narsa brend, hamma narsa bor. Xo'p, mana ana asosiy kerak bo'lgan narsamiz. Hamma vaqil mashinka ishlatadiganmi, JRLmi, seniormi, nima edi? Biblismi farqi yo'q. Ishlatadiganlarga hammasida nasatkani yemirilib ketishi bo'ladi. Nasatka yemirilib ketishining sabablarini tushuntiraman. Nasatkani ishlayotganda tishini to'g'irlab turib, tiqmaslik, ana qiyshuv tiqib yuborishdan tishi yemirilib ketadi. O'shandan ketadi. Endi nasatkani maslahat beraman, imkon qadar mana bunaqa ranglilaridan olsanglar zo'r bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, nasatkani mana bu tegidagi plastmassasi ko'proq ketib qoladi ko'pida. Mashinga hushyor bo'lasizlar, buni metalligini olsanglar yana ham zo'r ishlaydi. Shunga qarab ishlatasizlar. Mana nasatkani assortimenti bu yoqda ham bor. Mana bilasizki, mana bunaqa metallligi juda ham качественный tishini siqib turadi, ushab turadi. O'shaning uchun mana shu narsani ushlashni deyiladi. Mana shunaqa narsa. Mana metalli ham bor ekan. Mana shuni bitta komplekt olish. Yo'q, zavodskoy bunaqa chiqmaydi ko'pchilikda. Zavodskoy mana bunaqa chiqadi. Temiri yo'q. Mana bunaqa temiri yo'g'i alohida sotiladigan anaqa bo'ladi. Bunda 05 bor ekan. Mana 05 bor ekan. Bu nechi pul? Bitta 05'im yo'qdi. Ya 05'im bor ekan. Ha, bor. 156 ming ekan. Zo'r mashinka, nasatkalar. Bu nasatkalarni komplekt qilib olib yurishi mana menga yoqadigan anaqasi metalligi.
mana mashina ishlatsanglar ancha zo'r ketadigan anaqa hisoblanadi. Bu anaqani qo'yadigan nima edi oti? Nima yo'q, parafon dazmolni qo'yadigan, to'g'rimi bu? Dazmolni qo'yadigan mahsulot. Chunki dazmolni har qayerga qo'yib bo'lmaydi, kuyib qoladi yoki anaqa qilib qoladi, yonib ketadi. Mana klientlarga taklif qilsanglar bo'ladigan mashinkalar qulay bo'ladi, uyda damashni ishlatishga qulay. Moylari, podstavkalari, kerakli hamma narsalari bor. Mana vaqilli yog'i bilan boshqa yog'lar farqi bor doim men sezaman. Sifatliroq ajratiladi. Shu sal undoqroq turinglar bolalar, boshqa narsa qolmadi. Kerakli narsalar hammasi. Qaysi qaychini? Qaysi archani? Xo'p, filerovka, Jaguarniki, bular kачествоsi, metali qalin, qattiq, zo'r qaychilar hisoblanadi. Lekin bularni uzun sochlar bilan ishlayotganda qulayligi ko'p. Lekin meni o'zimda bu ishlatmasligimning sababi korpusidagi anaqasi meni qo'limga tushmaydi. Bu qo'l tanlaydi, ya. Men qaychini bitta narsani o'rganinglar. Qo'lingiga tushadigan bo'lishi kerak. U zo'r kesishi mumkin, zo'r anaqa qilishi mumkin. Qo'lingiz korpusiga tushmasa borku, besonaqay anaqaday, anaqada ishlatasizlar-da, ketmonda ishlatasizlar. O'sha qilichday ishlashini istaylar, qo'lingizga qulay bo'lsin. Mana misol uchun mana ma'mur korpusga tushadi qo'lingizga. Ma'munda sal qiynalasizlar. Misol uchun, men endi o'zim qiynalaman. Sizlar qiynalasizlarmi bilmayman. Mana ma'mur ham qulayligi bor. Ma'mur juda ham qulayliroq bor. Korpusiga ham juda ahamiyat beringlar. Tushunarli bo'ldimi? Demak, nima? Nima qaychi? Kip. Mana buni nimaga ishlatsak bo'ladi? Feydga ishlatsak bo'ladi. Nega aytsa, buni uchi anaqaga pitnoga olib bularni mana men tushdi, uzr. Mana uchi olib bularga juda ham yaxshi aniq qilingan. Lekin nech pul bu kipis? 260 ming ekan. Feydga ishlatsanglar bo'ladigan qaychilardan bittasi bo'ladi. Juda ham qulaylik anaqasi bor. Baraka topinglar. Anaqa qani? Tushgan. Bu zapaskasi ekan. Anaqalari bor ekan. Oho. Zapaska kerakli narsalar. Olayotmang sizga boki. Yana tushirib yubordim. Olib berib yuboring. Qarang, shuni ham bir narsa qilamiz. Buni ham ketkisi kelyapti-da, yo'q. Yo'q, tursin shu qolsin ozgina, sotilsin shu yerda. Oladigan bo'lsa, men olinglar. Men buni ham olsam, shunchagina pulim qolmaydi. 20 millionni olib kelish kerak ekan. Ay, bu 20 million bilan kelsangiz bu yerda mazza qilib kerakli hammasini ol. Keling, olib keting. Qarzga o'sang yaxshi yashashni shunday. To'ppa-to'g'ri, yaxshi yasha, yaxshi yasha. Yashashni bilsang, to'ppa-to'g'ri. Qarzga bo'lsang yashashni bilish kerak. Kerakli qaychilar, kerakli instrumentlar bor ekan. Hammasiga tushaveradi bu. Qaysi? Faqat jirilga Bu JRLga tushadigan, mana JRLga tushadigan. Mana bu narsa ham lipuchka deyiladi, bolalar. Bu yerdan olaveringmi ko'rsatishga? Anaqa qilib qo'ygan ekan, orqada qolib ketgan ekanda. Mana lipuchka degan narsa bolalar kelajakda ko'proq ishlatadigan narsalar bo'ladi. Kelajakda. Men buni olmasam bo'lmaydi, lekin uyat bo'ladi. Bu anaqa tushuntiring. Tak, lipuchka. Uzra, bu yo'lan kesib tashlaysizlar. Hop, lipuchka menda uzun sochga ishlatiladi. Menda kaltasiga bor, hamindoqlari bor. Pakinosga mana bu ani utuchka bor-ku, siqadigan. O'shani o'rniga ishlatiladigan narsa. Bu sochchi agar qani ochadigan endi. Olamiz. Ushlab turing. Bu mana farqni ajratmoqchi bo'lsa mana. Ko'rasizlarmi? Ushlab berib turadi. Undan yaxshi-da. Ko'rasizlarmi? Bu bittada kerakli liniyani shunda ushlab beradigan narsa, bu lipuchka. Ko'zga unaqa e'tiborli bo'lib tushmasligi mumkin, lekin zonali sochlarni, uzun sochlarni yoki kalta sochlar mayda-mayda tarchat chiqib qolishi ko'p bo'ladi. U utuchkani ichidan aylanib chiqib oladi. Utuchkada ilmaydi, ushamaydi uni.
Bu o'shani tozalab ildizidan tortib yig'ishtirib turadi. O'shanga ishlatadigan ko'p narsa bo'ladi. Barberskiy yo'nalishda hozir aytaman narxini, voy bu. Barbersda обязательно bu narsa bo'lishi kerak. Bu nechta pul ekan, shef? Сколько стоит, девушка? Qimmatmas ekan, adashmasam. Originali 65 ming. Men buni birinchi O'zbekistonda lipuchkasini men o'zim yasagan emasman, lekin ideya qilib qilganman. Qanaqa qilib? Ayollarni anu bigudi qiladi-ku, bilasizlarmi? Qilib qo'yadi, yig'ib qo'yadi, kechasi bilan yotadi-da, keyin ertalab olib tashlaydi. O'sha bigudini olib, chunki u paytda yo'q edi. 2015, 2016, 17, 18 gacha bu yo'q edi. 19 da kirib kelgan narsa. 18, 19 da kirib kelgan narsa. Ayollar o'sha bigudisini olib, dumalog'ini, kattasini kesib, chetini anaqa kesib, o'shani ishlatardi. 2015, 16, 17larda Uylanganingizdan keyingi hop nimada bu? 2018 uylanganman. Tushundingizmi? Uylanishimdan oldin ishlatganman buni. Fundament zo'r bo'lgan. Ishqilib bu narsani kerakli barberskiy yo'nalishda ishlataman desanglar, kerakli hammasi bor va bu narsani точно ishlatasiz. Hamdaqa rezinkali mashinkalarni qo'lingizda tellaganda kerakli bo'lgan narsa. Bu narsani ko'p ishlatmaysizlar, qo'li tellaydiganlarga kerak bo'ladi ko'proq. O'sha narsaga kerak. Mashinkaga kiydirasiz buni. Rezinka bu. Mashinkaga kiydirsangiz, o'sha qo'lingizda sirpantirmaydi. Xo'p. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Kelishdinglarmi? Xo'p. Endi buni ham qo'shamiz-da, olamiz. Hammasi nima ekan? Bu qalagan. Dezinfeksiya qilishga qo'l yo'q. Ishlayotganda. Ha. Bu zo'r narsa ekan. Buni ish bilakansiz. Menda shuni o'rniga spirt bor, 96 gradusli spirtim bor, meditsinskiy. O'shani sepib ish boshlayman bu. Mana barberskiy qo'lli. Limonli nech pul ekan bu o'zi? Sotilmaydi-ya. Ha, sotilmaydi. O'zbekiston. Sotilmas ekan. Xo'p. Sizlarga rahmat deymiz. Baraka topinglar. Do'kon bilan ancha yillardan beri ishlab kelamiz. Bu do'konni qo'ldan kelgancha hamkorlikda bir-birimizni rivojlantiramiz. Sizlarga ham kerakli anaqalarni, informatsiyalarni bera oldim deb o'ylayman. Yoqdimi ma'lumotlar? Tushunarli bo'ldimi? Endi boshqa do'konlarni ham o'sha mana bu yerda original, eng qimmatbaho, eng sifatli instrumentlar, padarginallarni ham olib yoritamiz hali. O'ylaymanki, o'zingiz uchun tosh tarozi oson bo'ladi. Nima, anu uje o'zingizlar ustida ishlab, premium klass darajaga chiqqandan keyin uje borgan sari anu qimmatbaho instrumentni sifatlisini ishlatganinglardan keyin, ishlatish xohlaganinglardan keyin albatta mana shu do'kon kelishinglar yillar davomida majbur bo'lasizlar. Nimaga desa, chunki 2015-yilmi, 16-yildan beri bu do'kon original dealer do'kon hisoblanadi va eng sifatli, eng brendiy instrumentlar shu do'kondan birinchi bo'lib bo'ladi va shu do'kondan topsanglar bo'ladi. Men o'ylaymanki, kerakli informatsiyani bera oldim. Sizlarga ham rahmat deyman. O'ylaymanki, kelajakda ko'p ishlarni birgalikda qilamiz. Eshitganinglar, kuzatganinglar uchun ham rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilmimiz bilan hurmat qilib, xursand qilishda davom etamiz. Barber Store zo'r. Barber Store do'konida sayohatimiz tugadi. Sovg'alar uchun rahmat. Barber Store zo'r. Xayr.